katta bola bo'lyapsanmi? Quyoncha. Xo'p, sog' bo'lgin. Assalomu alaykum. Chibuchi qalaysan? Voy. To'xting, yoqalayni chiqarib qo'y, yoqalayni chiqar. To'xtab turing. Ketdik. Nimaga yig'layapsiz? Olib ketmanglar, iltimos. Direktordami? Direktorni rostdan yaxshi ko'rasizmi? Otamni yaxshi ko'raman. Otangiz qayerda? Otam Yevropada. Ko'pchilikda otasi yoki onasi o'sha tirikchilik maqsadida o'sha chet davlatlarga borib ishlab turishadi. Maktabdagi dadasiman. Men qo'rqmay aytaman. Qorabil bor edi. Sharob dedi, 2,5 bola bilan so'rashib dedi, qo'lingni olib ketmaydimi sani dedi. To'g'ri, qo'lingni cho'ntakka tiqib qo'ysang, senga bitta yasama qo'l yasab beraman dedi. Yasama qo'l bilan so'rashib qo'yaverasan. 2,5 mingta o'quvchim bo'ladigan bo'lsa, hammasini ismini bilaman. Yoki familiyasini bilaman, yoki ismini bilaman, yoki otasining ismini bilaman. Akang uryapti? Urmayaptimi? Ursa menga aytasan, oldin. Yaxshi o'qing, xo'p qizim. Jicha qoldi o'zi, bitirishlaringga. Salom. Alaykum assalom. Juvachkami og'zingda? Alish, sevimsan oğlum? Asal, qalasan. Alaykum assalom. Oxiravalab keling. O kayfiyatlarimiz yo'q. Ha? O'zim kasbimni yaxshi ko'raman, bolalarni yaxshi ko'raman, o'quvchilarimni yaxshi. Haqiqatan maktabdagi dadasiman. Men qo'rqmay aytaman. Sababiki ko'pchilikda otasi yoki onasi o'sha tirikchilik maqsadida o'sha chet davlatlarga borib ishlab turishadi. Yoki har xil holat bo'yicha ham dadalari bo'lmasa ham, haqiqatan bolalar yugurib kelgandan keyin men qanday bag'rimni ochmayman. Men bolalarni yaxshi ko'raman, haqiqatan. Bir marta agar yo'q desa, shundan keyin bola sizni yomon ko'rib oldingizga kelmaydi-da. O'zimga o'zim aytaman, bir xil taxallus qilib, men maktabdagi dadalariman. Hali kiraman, davomat ham kirgan aytaman, men maktabdagi dadayman. Darding bo'lsa menga ayt, qizim. Yoki o'g'lim desa, ular xursand bo'ladi. Haqiqatan aytishadi. Maktabda masalan alohida shtat ajratilganda psixolog. U ham ishlayveradi, lekin asosan o'zim men psixologman. Ular bilan shunaqa gaplashaman, haqiqatan dardini aytadi. 1-sinfdan tortib 11-sinfgacha kelib, mana o'zlaring ham guvoh bo'ldilar. Masalan, kelganlaring masalan bilganim ham yo'q edi. Syomka qildilaring, mana haqiqatan bolalarda keladi, itarish niyatim yo'q. Hammasini yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Kimni yaxshi ko'rasiz? Direktorimiz. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Dadamni yaxshi ko'raman. Dadangiz qayerda? Dadam Yevropada. Har kuni eshik tagidan bizni kutib oladi. Yugurib kelib quchog'layman har kuni. Shu direktoringizni boshqa maktabga direktor bo'lib ketishlarini xohlamidingiz? Yo'q. Xohlamayman. Nima uchun? Yaxshi-da. Yaxshi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, bizga zo'r sharoitlar qilib beradi. Nimaga yig'layapsiz? Olib ketmanglar, iltimos. Direktordami?
Direktorni rosa ham yaxshi ko'rasizmi? Otamni yaxshi ko'raman. Direktorni ko'rganda otamni ko'rgandek bo'laman. Direktorimiz maktabdagi dadamiz. Alish, sevimsan o'g'lim? Asal, qarasan. Birinchi yil yoki ikkinchi yil emas, 16 yildan beri o'zim o'quvchilar kutib olaman. Mana 16 yil oldin rahbar bo'lgan bo'lsam, shu maktabga 500 o'quvchim bor edi. Bugungi kunda 2,5 ming o'quvchim bor. Shu 2,5 ming o'quvchi qo'lini uzatgandan keyin men qanday olmayman yoki men so'rashmayman, so'rashamanmi? Men sochim direktor bu lavozim yoki amal emasda, bu xalq xizmatchisiman. Shu maktabdagi dadasiman, xizmatchisiman. Sochim kimdir dadasiga o'rtaqman, kimdir dadasining sinfdoshiman, kimdir misol boshqa. Shunga men bolalarimni yaxshi ko'raman. Shu maktabni yaxshi ko'raman, bolalarimni ham yaxshi ko'raman. Boshqa iloji yo'q. Meni o'zi 3 ta farzandim bor. Nimasi qiziq, maktabda o'qishgan, xudo xolasa meni katta o'g'lim ishlayapti, qizim Toshkentda Milliy universitetda 3-kurs o'qishyapti, o'g'lim 8-sinf shu yerda o'qiydi. Maktabda bechora bolalarim domlada murojaat qilishadi. Uyda endi dada, lekin o'quvchilar ba'da dada deyshadi. Endi bilmayman shunaqada endi. Bolalarim ham shunaqa. Maktabga soat 7 da kelaman. 7, uzoq 7:20 da. Endi iloji yo'q ertaroq kelib, mana bizda shifruvchilarimiz bor, texnobotning ichariga bu ham maqtanishga kirmasin-u, ularga ham yordam beraveraman. Sababiki, shu yerda yashayman, meni uyimda bu. Men uyni bilaman maktabni. Sababiki, yarimdan ko'p kunim shu maktabda o'tkazgandan keyin 7 dan 8 dan 5 gacha 6 gacha maktabda bo'lgandan keyin umrimni yarim shu yerda o'tkazdim. 16. Shu maktabda ham o'qiganman-da o'zim. 90-yildan 2000-yilgacha shu maktabda o'qib, shu yerda oliy ta'limga kirib, bitirib, yana shu maktabga qaytib ishga kelib, jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib, keyin ma'naviyat bo'yicha o'rinbosar bo'lib, keyin maktab rahbari bo'ldim. Mana shundan umrimdan ko'pi mana shu yerda o'tdi. 90-yildan hisoblasak, bugun 25-yil bo'lsa 35 yil ayritoshlarimiz o'qishlarimiz 25 yildan ko'p. Chorak asrdan beri mana shu maktabdaman. Shu maktabni ostonasida, maktabni havosidan nafas olaman. Shu maktabni suvini ichaman, maktabni tuzini yeyman, shu maktab. Menimcha mana shu yerdan xudo xohlasa nasib qilsa o'sha kunda nima qilmasin-u, mana shu yerdan ketish niyatim bor. Qaysi manada? O'sha oxiratga. Boshqa iloji yo'q. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Nima gaplar? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Qani chiroyli o'tirib olamiz. Tekis, ha? Qo'llab qo'yamiz. 1, 2, 3. Sanashni o'rgandingmi? 10 gacha sanashni shu bilamizmi? Tekshirib ko'ramizmi yana? Sanashni boshlaymiz. 3 ta imkoniyat beraman, xolos. Boshqa imkoniyat bermayman. Tayyorbizmi? Katta. 2 ni 0 deyapsiz. 2 ni 0 deyapsiz. Boshidan katta. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yana 2 ni 7 deyapsiz. Oxirgi imkoniyat. Aytib qo'yib, bog'chaga qaytamiz bo'lmasam. Tayyorbizmi? Sanashni bilmagan o'quvchilarga javob beramiz. Kelasan o'g'lim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Alaykum. Bitta qorovul bor edi. Sharob dedi, 2,5 ming bola bilan so'rashib dedi, qo'ling yorib ketmaydimi sani dedi. Tabii qo'lingni cho'ntakka tiqib qo'ysang, sen kelib yasama qo'l yasab beraman dedi. Yasama qo'l bilan so'rashib qo'yaverasan. Shular kunlar ham bo'lganda. 2,5 ming odam bilan so'rashish kerak-da. 2,5 mingta endi bolacha keladi, qo'lini cho'zadi bunga. Bolalarimiz keladi, qo'lini cho'zadi. Assalomu alaykum deydi. Mesela biz ders o'tamiz, o'zim ham mana shu yerda jismoniy tarbiyadan dars beraman. Sinfdoshim o'zimni, birga katta bo'lganmiz. Bolachalar forma kiymasa, boshqa bo'lsa, misol bizdan qo'rqib, unda qilsa ham direktorni ko'rsa qo'rqib edi-da buni. Boshqa maktabda misol bolachalar direktorni ko'rsa qo'rqib qochadi-ku. Bunda unaqa emas. Suyunishadi. Namorat suyunib, xursand bo'lishadi direktorni ko'rsa. Zalga kirsa billalashib futbol, basketbol o'ynaydi, voleybol o'ynaydi. Bolalar bilan samimiy, haligi ko'z tegmasin. Bolalar hammasi yaxshi ko'radi. Bular ham bolalarni yaxshi ko'radi. %100% deyman, lekin 95% ismini bilaman. Shu bitta o'quvchim agar 10 mingta, 20 mingta bolaning ichida bo'lsa, o'zim o'quvchimni olib chiqib ketaman. Taniyman-da yuzidan. Ham yuzidan taniyman, ham ismini bilan, ota-onasi kimligigacha bilaman. Oilaviy sharoitigacha bilaman. Bizda hali tabaqalash bo'lmaydi, biz hali xalqni bolasmanda o'qiydi. Mana xalqni maktab bola. 2,5 mingga yaqin o'quvchi aytmoqqa oson. Har bittasini bilan gaplashib erinmayman.
bir xil aytadiki, domla nima kerak? Yo'q, shu kerak shu. Shu kerakki, mana hurmat, bozorga borsam, qo'limda yukim bo'lsa-da, shu o'quvchilarim bari bozor savdo qiladi, boshqa ko'rib, qo'limda yukimni olib chiqib berishadi-da. Domla keling, biz turganda siz menga olib chiqasiz deyishadi. Endi men o'zimni kasbimni sevaman, haqiqatan sevaman. Bir xil o'qituvchi, o'qituvchi zo'rda endi. Nimaga siz ustozku-ku. Biz ota-onamiz akamiz videoga oldida, keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan tarqalib ketdi. Biz ham ijtimoiy tarmoq kuzatuvchisi, ijtimoiy tarmoqda o'qisam, komment izohini bu dedi o'zi uchun PR. Menga PR kerak emas. Menga o'sha xalq bahoni beradi. Men nima qilaman PRni yoki nima qilaman tanilishni? Meni mana shu xalqni bolasi, mana shu mahalla taniydi. Bitta obunachim bor o'zim Instagramda, o'sha ham o'zimni ayolim, boshqa obunachim yo'q. Menga obunachi ko'paytirish menga kerak emas-da. Nima qilaman obunachini ko'paytirishda? Menga PR ham kerak emas. Ishonmasangiz, 1-sinfdan 11-sinfgacha bolani so'rab turib, direktoring kim deyinda, agar qo'limdan ko'rsatmasam men ishlamayman mana shu yerda. Mana shu meni direktorim demasa men ishlamayman shu yerda. Haqiqatdan mana shu 1-sinfdan tortib 11-sinfgacha mana kunda kirib xonama-xona yuraman. Agar haqiqatdan ijtimoiy tarmoq qo'ysa, izohlarida yozsa, shu ota-onalarim yozsa, guvoh bo'lib, bolasidan so'rasin. Kirib o'ynab chiqaman, bir boshlang'ich sinfda kirib o'ynab chiqaman darslarida. Chunki men shularda har qasdan qo'pol aytganda tirikchilik qilaman, bola chaqa boqaman. Oyligimni qo'pol qilib bo'lsam halollab olishga harakat qilaman. 3 marta O'zbekiston chempioni bo'lganman. Endi hali sport sohasidan ketmadim-da, ta'limda. Nimaga? Ta'limda yaxshi ko'rdim. Hali bolalarni yaxshi ko'rdim. Alaykum assalom. Sardor, katta bola bo'lyapsanmi? Quyoncha. Xo'p, sog' bo'lgin. Assalomu alaykum. Chibuchi qalaysan? Voy. To'xting, yoqalayni chiqarib qo'y, yoqalayni chiqar. To'xtab turing. Ketdik. Yaxshi o'qing, xo'p? Picha qoldi o'zi, bitishlaringga. Salom. Alaykum assalom. Jvachkami og'zingda?